Abu Dabida hal qiluvchigacha Birlashgan Arab Amirligi va O'zbekiston o'rtasidagi tarixiy uchrashuv. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, aziz futbol ixlosmandlari. Bugun O'zbekiston milliy terma jamoasi uchun katta sinov kutib turibdi. Bu ham bo'lsa jahon chempionatiga chiqish uchun bir qadam qoldi. Bugungi uchrashuvda g'alabaga erishsa vakillarimiz jahon chempionatiga yo'l olishadi va xalqimizning necha yillik orzu istaklarini amalga oshirishadi. Qadrli muxlislar, biz bu video orqali sizga eng qiziq bo'lgan va kerakli bo'lgan faktlarni aytib o'tamiz. O'yindan oldingi holatlar va ma'lumotlar albatta barcha uchun qiziq. Albatta, muhim o'yin oldidan futbolchilarimizning fikriga ham e'tibor qaratamiz. Hamma bolalarning kayfiyati hozir yaxshi. Oldimizda qanaqa o'yinligini bilib turibmiz. Faqat oshirib olish ham kerak emasda, motivatsiyani o'yin paytida bu xalaqit qilish mumkin. O'sha oldingi o'yinlarda o'ynashimiz kerak. Xuddi shunaqa nastroy bilan, xuddi shunaqa muhit bilan o'ynashimiz kerak deb o'ylayman. Hech kim oshirib olsak ham bu o'yinda zarar qilish mumkin. Terma jamoa bilan ancha yig'inlar o'tkazganman. Kirishib ketish menga qiyin emas. Hammasi bilan tanishman va hammasi yaxshi qabul qiladi. Oldimizda muhim o'yin kutib turibdi 5-kuni. Biz tayyormiz. Eng muhim o'yin oldidan jangovar kayfiyatda jamoani nastroyi ham Xudo xohlasa oldimizga qo'yilgan vazifani bajarib, jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritamiz inshaalloh. Bugun Birlashgan Arab Amirligiga qarshi maydonga chiqamiz. Bu nafaqat navbatdagi o'yin, balki futbol tariximizdagi keskin burilishlardan biri bo'lishi mumkin. Birlashgan Arab Amirligi va O'zbekiston terma jamoalari o'rtasidagi o'yinlar tarixiga e'tibor qaratamiz. Ilk bor jamoalar 1996-yilda maydonga tushgan. O'shandan beri har bir uchrashuvda o'ziga xos dramatizm, kurash va murosasizlik bilan yodda qolmoqda uchrashuvlar. So'nggi uchrashuvda 1-0 hisobida milliy jamoamiz g'alabaga erishgan. Jamoalar jami 16 marotaba maydonga tushgan va 7 ta o'yinda Birlashgan Arab Amirligi, 5 tasida esa O'zbekiston milliy terma jamoasi g'alabaga erishgan. So'nggi 2 uchrashuvda o'zbekistonliklar g'alabani qayd etishmoqda. A guruhida O'zbekiston milliy terma jamoasi kuchli pozitsiyani egallab turibdi. Bugungi o'yinda durang ham, ayniqsa g'alaba esa terma jamoamizni jahon chempionatiga olib chiqadi. Birlashgan Arab Amirligi esa uy o'yinida o'z muxlislari qarshisida javobsiz qolishni istamaydi albatta. Stadion atrofida, matbuot markazlarida va ijtimoiy tarmoqlarda bugungi bahsning dramatik ahamiyati haqida gap so'zlar ko'p. Uchrashuvda har bir daqiqa va har bir harakat katta ahamiyatga ega. Uchrashuvdan oldingi shov-shuvlarga sabab bo'lgan voqeliklardan xabaringiz bor albatta. Aziz do'stlar, bugun barchamiz milliy terma jamoamizni bir bo'lgan holda qo'llab-quvvatlaylik. Albatta, nasib qilsa bugun tarix yozamiz.